Bu mendan ham moshinadan ham katta ekan, nima qilamiz endi? Akalar hammasi Allohning izni bilan, lekin uyda o'tirgan onaxon duolar bilan shu darajaga yetyapmiz. Mana ki bugun ertalab buqa so'ydik 16-aprel. Go'shimiz yetmay qoldi, rahmat sizlarga. Go'shimiz yetmay qolgani uchun akalar mana hozir yana katta buqani 500 kiloligini so'yib yuboryapmiz. Bugun ham kelaverasizlar, ertaga ham kelaverasizlar jumaga akalar. Ertagalik voy-voylar mana shulardan bo'ladi, xudo xolasa aka. Bu mendan ham moshinadan ham katta ekan, nima qilamiz endi? Olib borib so'yamiz endi, yevoramiz go'shtni akalar, kelinglar. Boshqa iloji yo'q. Bugun ertalab ham buqa so'ydim, yetmay qoldi klientlarga. Nolishyapti, kattaroq moldan so'yimda chempionidan maza qilaylik, o'sha tugab qolmasin deyishyapti. Mana buqani zo'r akalar, kelaverasizlar. Bugun so'yaman 16-aprel. Buni hozir qushxonaga berib yubormasam, jiyanlar ot qilib minaman deb ko'chaga olib chiqib ketyapti. Kelinglar, buni so'yamiz, faqat yeymiz, boshqa iloji yo'q. Voy-voylar shundan bo'ladi. Mana buqa ketyapti qushxonaga, faqat josus go'sht markaziga so'yamiz. Ertaga voy degan qovoblar chiqadi. Buni bugun so'yib, bugun olib kelamiz hozir.